Assalomu alaykum, hurmatli aziz Toshkent aholisi. Mana bugun kirib kelgan Qurbon hayit bayrami bilan hammangizni muborakbod etaman. Hammamizning uyimizda, ailamizda baxt saodat arimasin. Hamisha kulki yuzimizdan tabassum arimasin. Barcha yurtdoshlarimizni xalq deputatlari, Toshkent shahar kengashi va kotibiyati nomidan chin qalbimdan samimiy tabriklayman. Bunday hayit bayramlari albatta yurtimizda keng nishonlanadi. Barchani oilasiga tinchlik, xotirjamlik, sog'lik, salomatlik hamda yurtimizga tinchlik, totuvlikni tilab qolaman. Barchangizni muqaddas Qurbon hayit bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Xalq deputatlari, Toshkent shahar kengashi kotibiyati xodimlari nomidan barchangizni kirib kelgan Qurbon hayit bayrami bilan muborakbod etamiz. Barchangizni Qurbon hayit bayrami bilan tabriklayman.